Qarshi shahridagi ikkinchi sonli jazoni ijro etish muassasasi mahkumlar uchun odatiy kunlardan biri. Odatda muassasaga oid e'lonlar ovoz kuchaytirgichlar orqali eshittiriladi. Ba'zida uning karnaylari mahkumlarga uzoq kutilgan xushxabarni ham yetkazadi. Asosiy jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilinsin. Bir mahkumning quvonchi boshqalarga ham umid beradi bunday joylarda. Bosh qomusimiz qabul qilinganligining 33 yilligi munosabati bilan Prezidentimizning joriy yilning 6-dekabrdagi jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonini ular shunday xursandchiliklar bilan qarshi olishdi. Qilgan ishimga chin ko'ngildan pushaymonman. Muhtaram Prezidentimiz so'rovimizdan oldin afv berib kechirdilar. Bu imkoniyatni foydalanib yashash kerak. Ular bu kunni uzoq kutishgandi. Nigohlari pushaymonlik va oila sog'inchiga to'lgan mahkumlar uchun o'tayotgan lahzalar go'yo soatlarga aylanayotganini tushunish mumkin edi. Muassasa ma'muriyati farmonni o'qib eshittirar ekan, ular umidlari haqiqatga aylanganini anglab turishardi. Rahmat deyman, ming rahmat deyman imkon berganlariga. Rahmat mana shu yerdagi insonlarga ham bizani shunchalik tarbiya, ta'lim qilib, yo'limizni topishga yordam berganlari uchun ham rahmat. Farmon bilan mazkur muassasada jazo o'tab kelayotgan 21 nafar mahkum jazodan ozod qilingan bo'lsa, 20 nafar mahkumning o'talmagan jazosi qisqartirildi. Biz bilan suhbatda bo'lgan surxondaryolik bu onaxon uzoq yillardan buyon o'g'lining ortidan sim to'siqlar ortiga kelib ketadi. Ona uchun eng og'ir narsa bu. Har ketganimda qaqshab ketardim. Bu safar onaxon xushxabar ortidan bu manzilga kelib turganini aytadi xursandchilik bilan. Kecha kechqurun xabar topdim. Tong otguncha o'tirib chiqsam uxlamadim. Prezidentimizga rahmat aytaman. Shu afv qilganlari uchun ham rahmat aytaman. Mahkumlarning ortidan kelgan yaqinlarining ko'zlari eshikka qadalgan. Bu ko'zlarda quvonch yoshlariga yo'g'rilgan minnatdorlikni ham ko'rish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi bilan 9 yilga ozodlikdan mahrum etilganman. Shu jazomni o'tash davrida qilgan jinoyatimning qanchalik og'irligini, noto'g'riligini, bu yo'l to'g'ri emasligini tushunib yetdim. Koloniya rahbariyati tomonidan, targ'ibot guruhi tomonidan qilgan xatolarim qanchalik og'irligi tushuntirib o'tildi. Bugun mana afv etildim. Ota-onaning qadrini, oila, farzand, bola-chaqa hammasini qadrini tushunib yetdim. Davlatimiz rahbarining ta'biri bilan aytganda, inson qadri biz uchun qandaydir mavhum balandparvoz tushuncha emas. Inson qadri deganda avvalo har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishi, uning fundamental huquq va erkinliklari ta'minlanishi nazarda tutiladi. Binobarin, yangi O'zbekistonda eng ulug' g'oya inson qadrini yuksaltirish. Bu so'zlar asosiy qonunimizda o'z ifodasini topgan, kundalik hayotimizda namoyon bo'layotgan haqiqatdir. Afv etilgan taqdirlar, ularning qalbiga kirgan xotirjamlik tuyg'ulari esa buning amaliy namunasidir.